Men muhtaram prezidentimizning 3-Renessans poydevorini faqat va faqat yoshlar quradi degan so'zlarining ijrosi qanday darajada amalga oshayotganligini shaxsan guvohi bo'ldim. İshoninglar, bugun sizlar o'qiyotgan ta'lim muassasasi poytaxtdagilar uncha havas qiladigan darajada. Mana shu tashrif doirasida umuman shaxsan prezidentimizni Andijon viloyatiga bo'lgan tashriflari doirasida menga ham nasib qildi mana shu oliy ta'lim muassasasini bir aylanib hamma yog'ini imkoniyatlari bilan tanishdik. Tanishgandan keyin men to'g'risini aytaman, shaxsan o'zim tashabbus qildim. Ko'proq talabalar bilan ko'rishish, yoshlar bilan uchrashish vazifasini qo'yganman. Chora qil kim bo'ldi jonim, asru afgoring sening. Ey azaldan to abad ko'nglim giriftoring sening. Chora qil kim bo'ldi jonim, asru afgoring sening. Dilbarimning mazhabida yo'qtur rasmiy vafo. Ey ko'ngilni yerga yetkay, nolay zoring sening. Sening